Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bir ajoyib voqeaga duch bo'ldik. Udmurtiya shahrini, Uva rayoniga keldik-da bir ish bilan. Bu yerda namoz vaqti bo'lib qoldi. Endi biz xayolimizga kelmagan bir hodisa bo'ldi. Bu yerda kichkina bir masjid bor ekan. Kichkinagina masjid bor ekan. Mashina o'tib ketayotib, gumbazga o'xshagan, masjidga o'xshagan bir nimani ko'rdik-da, biz uni cherkov deb o'ylabmiz. Bir tavakkal qilib boraraylik deb kelsak, bu yer masjid ekan, lekin hali ochilmagan, yangi qurilayotgan masjid ekan. Eshigi bekik, qaytib chiqib ketamiz deb qaytib ketayotib, yana u yoq bu yoqqa qaradik, uzuncha yana bir gumbazga ko'zimiz tushdi. O'sha yerda masjid bor ekan deb aylanib o'tib keldik. Kelsak, haqiqatda masjid ekan. Tahorat olib namozni boshlab tursak, masjidda imomi chiqib, choy ichasizlarmi, kofe ichasizlarmi deb o'zi taklif qildi-da, namoz o'qib bo'lganimizdan keyin bizga mana kofe, choy, asal, sut, shirinliklar, kolbasalar tayyorlab bizni kutib turgan ekan. Namozni o'qidik, mana shu yerda asal bilan choy ichib o'tiribmiz. Eng qizig'i, bu imom bilan bir suhbat bo'ldi. Bu yerda qanaqa bu masjidlar holatlari, musulmonlar, bu yerda absolutno dedi, musulmonlar yo'q dedi, juda oz dedi. Alhamdulillah mana shu masjidimiz bor dedi. Keyin men undan so'radim. Endi chista rus tilida gaplashyapti. O'zidan qiziqib so'radim. Kechirasiz, siz dedim, millatingiz qanaqa? Men rus millatiman dedi. Islomni qabul qilganman dedi. Mashalloh, alhamdulillah, bu odam rus millatiga mansub inson, islom dinini qabul qilgan. Mana shu masjidda imomlik qiladi ekan. Keyin so'radim, qachon qabul qilgansiz? Nima sizga sabab bo'lgan islom diniga kirishingizga desam, aytdiki, hech narsa sabab bo'lmagan. Prosta men bir 9 yilmi, 19 yil oldin Qur'onni ochib, tafsirni o'qiganman. Shundan keyin qalbimni Alloh taolo ochib, dinga kirganman, islom dinini qabul qilganman deb aytdi. Alloh rozi bo'lsin bu insondan. Endi o'zidan ham bir ikki og'iz bir so'z olib ko'rishga harakat qilamiz. Avval choyman kofeni ichib olaylik. У нас Это колбаса, я поджарил сейчас. Это... Спасибо. Ижевск, Ува района. Если не этот, можно спросить, по какой причине, что вас этот привело? Нет, ислам? Никакой внешней причины не было. Да? Аллах открыл сердце, и все. Возникла потребность прочитать перевод Корана. И прочитал. Машаллах. Нет, причин внешних не было. Так, Аллах. Mana bu kichkinagina shinamgina masjid. Bu zal, bu yerda tahoratxonasi ekan bunisi. Bu tashqariga chiqish joyi. Kichkinagina shinamgina masjid do'stlar. Alloh taolo mana shu joylarga ham, mana masjidlarda barpo qilib qo'ygan ekan. Bu atrofida faqatgina ruslar yashaydi. Udmurtlar, ruslar emas, udmurtlar. Cherkovlar juda ko'p. Har qadamingizda cherkov. Lekin Hazrat bilan o'zi bilan suhbatlashdim. To'g'risi ochiqni aytganda jinniy tortinchoqroq insonga o'xshadi. O'zidan intervyu olgim kelmadi. Endi o insonni hijolat qilgim ham kelmadi. So'radim, nechta odam keladi bu yerga, masjidlarga odamlar kelib turadimi desam, yo'q, asosan mana sizlarga o'xshagan odamlar bitta, ikkita kelib turadi xolos deyapti. Jumaga nechta odamlar keladi? Jumaga ham yig'iladi desam, jumaga ham 20 ta odam keladi, xolos, u ham aslan tojiklar, o'zbeklar deb shunaqa dedi. O'ylashimcha emas, bu inson Muhammad dedi, o'zining ismini ayoli bilan va kichkina farzand bilan mana shu masjidda o'zlari yashashar ekan. Mana shu oq qo'shimcha qurilgan bino ularda yotoqxonasi uy ekan. Qaranglar, mana gullarni ekib qo'ygan, shinam qilib. Bu yerda atir gullar. Xuddi O'zbekistondagi огородlarga o'xshaydi. Mana atirgul
Bu yerlarda ham atirgullar o'sadi. Qishi sovuq 20 gradus, 30 gradus bo'lsa ham bu atirgullar o'sadi. Albatta yoqqan bo'lsa like bosinglar. Ko'pchilik bu narsani ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p boshqa millatdagilar dinga kirishib, dinni qabul qilishyapti. Bunga Allohga hamdlar aytishimiz kerak. Mana do'stlar, masjiddan chiqdik. Mana shu masjid. Ayoli bilan gaplashdingizmi? Ольга. Hatto Olga ekan, bu ham o'ris ekan. Ислам приняла. Mashallah. Внучка родилась. У них Сальсабил qo'yishib tatim. Yo'q, nevarasi ham bor ekan. Salsabil. Ahli kichkina bola nevarasi ekan, u yoq o'g'lim ekan. U o'g'il ekan, nevarasi kichkina ekan. Ha, nima dedingiz avvaliga? Ko'ylaklar sotilmaydi. Bu yerda musulmonlarga ko'ylak umuman yo'q. Dedi. Kazanga borib ko'ylak olib kelaylikmikan deb turdik, Allohga duo qildim deydi. Bitta tanishimiz umraga borib, umradan menga dedi ko'ylak sovg'a olganlar. Qara, Alloh qanaqa mehribon bizga. Bir dona shu ko'ylak bor ekan. Bitta ko'ylagi bor ekan. Ha. Shunaqa. Nomerini oldim men ko'ylak tikaman dedim. Bitta ko'ylak. Adresini bilib olmaysizmi? Telefon nomerini. Ha, telefon adresini nima bilib bitta jo'natib yuborasiz bayramga, Qur'on hayitiga. Inshaalloh. Inshaalloh. Mana do'stlar, ertamanda biz Alloh taolodan bir so'rab yo'lga chiqqan edik. To'g'risi biz Allohga muhtoj holatimiz bor edi. Ertamanda uyquni ham olib qo'yib, faqat bomdod namozidan keyin saharga dovur ibodat qildirdi Alloh taolo. So'radik, sen menga muhtojsan deb, hattoki uyquni ham olib qo'ydi. Ibodatda bo'ldik, so'radik. Alhamdulillah undan oshig'ini berdi. Bizni mushkulimizni umuman yo'q qildi. Undan tashqari bizni namoz uchun masjidga olib kirib qo'ydi. U yerda bitta musulmon bilan tanishtirib qo'ydi. Eng qizig'i, shu musulmon ikkalasi ham xotin, rus millatiga mansub bo'lib, mana men sizlarga aytganimdek, mana qaranglar, mana parklarda hammasi rus bayramlarini nishonlashyapti. Mana atroflar to'la cherkov. Mana shu yerda ham musulmonlarni Alloh taolo chiqarib qo'yapti do'stlar. Shunaqa. Shu bilan endi ketdik o'zimizni Tataristonga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi roliklarda ko'rishguncha.